Fayzli xonadonimizni xudo xolisa Xitoy Gorka motorini olganmiz. Juda akkurat tutilgan ekan. Bilasizlar, zaldagi yo'l shundoq olinsa shundoq turadi. Iloji boricha kamroq ishlatiladi. Sostavini ko'rishingiz bo'ladi. Hech qanaqa defekt yo'q. Xudo xolisa ideal ko'rinishda. Ikkalasi ham avvalgi. Razmerlarni opsional qoldiraman. Juda Xitoyga holatlar ideal ko'rinishda. Xullas, uy remont bo'layotgan ekan. Endi remontdan keyin qanaqa tushadi bilmayman, o'sha uchun sotib olganim yaxshi. Remont paytida dabdala bo'lmasin, yonib ketmasin bilan deb sotib oldilar. Xudo xolisa juda ko'rinish cho'tki turgan ekan. Oldinlari polni gulutiga ishlangan. Qoshlariga ham chiroyli ishlangan, cho'tki ranglarni приятный ekan. Mana shu Gorka motorni rosa sotganman. Sostenasi qurt turgan joydan olamiz. Ko'p ishlatmaganda otdilar. Akam uyini remont qilishga bermayman, shu uchun sotib olman deb aytibdilar. Xullas, ashi bomba, shikalat narsa. Inshaalloh olgandan baraka topadi. Mana Gorkasi. Gorkasi ham sastani qut turibdi shundoq. Bittalab ko'rsataman, yaqindan olib turman. Sastani maza qiladi, odamlar toza narsa olsa. Akamlarga rahmat. Juda akkurat tutgan ekanlar.